Buxoro davlat universiteti doimiy hamkorlikka ochiq universitetlar qatorida, eng qadimiy universitetlar qatorida turadi. Joriy 95 yillik yubiley nishonlash arafasida turgan universitet hozirgi kecha kunduzda juda ko'plab universitetlar bilan hamkorliklarni amalga oshirib kelmoqda va u universitetni dunyo darajasida tanilishiga sabab bo'ladigan omillar sirasiga kiradi. Va MET-SOL dasturining ochilishi ham xususiy, ham amaliy natijasiga ega. Xususiy natijasi oldin aytganimdek, demak dunyo tajribasiga ega universitetlar bilan hamkorlik va dunyoga tanilish. Ikkinchi o'rinda albatta hududda mavjud muammolarga yechim topa oladigan yuqori saviyali kadrlarni yetkazib chiqaradigan dasturni albatta Buxoro hududiga, Buxoro viloyati hududiga olib kelinish bizning universitetning asosiy zimmasidagi vazifalar sirasiga kiradi. Their historical expertise, our expertise in curriculum, and the enthusiasm we find here. One of the things that's wonderful about coming to Uzbekistan is the excitement in matching the enthusiasm and entrepreneurial spirit of Uzbek students. They're incredibly keen to learn and to make a commitment and a contribution to the country. MET-SOL dasturi asosan ish boshlagan vaqtimizda men uchun qiziq bo'lgan narsasi bu Canvas LMS formati edi. Ya'ni bu sistemada shunchalik darajada tashkil qilinganki sistema, ya'ni talabalar va o'qituvchilar xohlagan vaqtda ochiq va shaffof holatda ishlaydi. Xohlagan joyda ularni onlayn tarzda ishlatishlari mumkin. Uning afzallik tarafi oshkoralik va ochiqlik. Ya'ni oshkoralik deganda talaba xohlagan vaqtda o'qituvchi haqida o'z fikrlarini feedback tarzida berishi mumkin. Xuddi shunday o'qituvchilar ham talabalar to'g'risidagi ularning ishlari to'g'risida fikrlarini feedback tarzida beradilar. Ochiqlik formati esa O'zbekiston uchun juda ham muhim. Ya'ni hozirgi kunda talabalarimiz juda ham band, biz zamonaviy dunyoda yashayapmiz va bu zamonaviy dunyoda band talabalar uchun xohlagan paytda bu tizim ishlab turadi. Offline formatdagi talabalarimiz bilan biz second language acquisition, ya'ni tilni ikkinchi til sifatida o'rganish, ya'ni ingliz tilini ikkinchi til sifatida o'rganish va EAP, English for Academic Purposes, ya'ni akademik maqsadlar uchun ingliz tilini o'rganish va oxirgi darsimiz English for Specific Purposes, aynan men dars bergan fanlarimiz bu maxsus maqsadlar uchun ingliz tilini o'rganish fanlari edi. Bu fanlarning hammasidan men o'rganganim shuki, ingliz tilini biz tor doirada saqlab qolmasligimiz kerak. Ingliz tilini maxsus maqsadlar deganimizda, ya'ni uni biz injenerlar uchun ham, nurses, ya'ni hamshiralar uchun yoki aytaylik doktorlar uchun ingliz tili, ya'ni ularning terminologik bazasini shakllantirish masalasini ko'rib chiqdik. Viloyatdagi insonlarni chet ellarda ishlash uchun yuborish maqsadida o'rgatish bu MET-SOLning bir aniq bir ko'zga ko'rinadigan maqsadli jihati ekanligini ta'kidlay olaman. Va xuddi shunday akademik maqsadlarda ham o'rganish, talabalarimizda maqolalar yozish ko'nikmasini shakllantirish. Aynan biz hozirgi kunda umuman oliy ta'lim muassasalarida bizga qo'yilayotgan talab Scopus, Elsevier, ya'ni Web of Science bazalarida yaxshi maqolalar, sifatli maqolalar bilan chiqish masalasi. Aynan shu masala bo'yicha ham MET-SOLni men juda bir yaxshi maqsadli yo'naltirilgan programma deb o'ylayman. Biz yoshligimizda bir orzu qilar edik Amerika ta'limini, aynan xorij tajribalarini egallashni. Eslayman, shu yoshligimda bir Amerikada maktabda o'qib yurgan paytimizda bir amerikalik professor keldida, shunda uyga borib aytganman, men Garvardda o'qiyman debdi. O'shanda balki opalarim ustimdan kulishgandi, anaqa san Garvardda o'qish qayerda? Biz uchun juda bir katta orzu edi. Aynan Sisyphus Scholars programmasi, ya'ni olimlar uchun Amerika Qo'shma Shtatlarida o'qish programmasi men uchun bir yaxshi yangilik ochdi. Ya'ni New York universitetini professori yordamida men Garvard universitetida dars berish imkoniyatiga ega bo'ldim. Mayli u 40 minutlik, 40 daqiqalik bir qanaqadir ma'ruza bo'lishi mumkindir, lekin men uchun bu katta bir imkoniyat edi. Ya'ni
u yerda o'qiyotgan talabalarni bilimini bilish, aynan bizda o'qiyotgan talabalarni bilimi bilan solishtirish, o'zimning ustimda aynan nima yo'nalishda ishlashim mumkin, qanchalik darajada ingliz tilini autentik darsda o'qitish mumkin ekanligi haqida bir bilimlarga ega bo'lganman. Va ilmiy tadqiqotimni ham u yerda targ'iboti bilan shug'ullanganman. O'qishni boshlanishidan oldin uncha ko'p metodlar yo'q edi menda. Bolalar bilan qanaqa ishlash, qanaqa ingliz tilini o'qitish metodlari, shu metodlar bo'yicha menga juda ham ko'p yordam tegdi Websterni. Websterni tanlaganimni yana bitta asosiy sabablardan, boshqa joyda magistratura o'qisangiz 2 yil. Bu yoqda 1 yilda siz shu bilimlarni hammasini olib, tajribada ham sinab, bemalol 1 yil ichida magistr diplomini qo'lga kiritsangiz bo'ladi. Juda ham plus taraflari ko'p. Ham diplomdan tashqari yana TESOL sertifikati berishadi. O'qish jarayonlari ham har bittasi alohida bilim qilib, ma'lum bir davrda masalan 2 tadan ko'p fan o'tilmadi. Masalan, bitta semestr bo'ladimi, 2 ta fanni yaxshilab o'zlashtiramiz, keyin ikkinchisiga o'tiladi. Juda ham qulay. Va yana bundan tashqari professor o'qituvchilarning darslaridan tashqari bizga Webster asosiy filialidan ham o'qituvchilar kelib, Avstraliyadan o'qituvchilar kelib, yangi metodlarni o'rgatib ketishdi. Juda ham zo'r metodlar darslarimizda biz qo'llab boryapmiz. 95 yillik Buxoro davlat universiteti, 95 yillik tajriba, Webster universiteti 100 yildan oshiq tajriba va ularning chovishtirmasi asosida amalga oshirilayotgan dasturimiz MATESOL dasturi va mana shu tajribaning asosi, tajribalar fundamentiga qurilgan, yaratilgan loyiha sifatida, dastur sifatida Buxoro hududiga taqdim etilayotgani bu albatta katta natija, katta yutuq. Bundan foydalanish bizga, bizning yoshlarimizga, xususan xorijiy tillar o'qitish sohasiga katta o'zgarishlarni olib keladi deb ishonaman. Xususan hozirgi sanada Buxoro davlat universitetida Webster universitetining 4 nafar bitiruvchisi, MATESOL dasturining bitiruvchisi hamkasb sifatida men bilan birgalikda ishlab kelmoqda. Bu nostrifikatsiyaga ehtiyojning yo'qligi, kadrlarning universitetlarimiz o'rtasida tan olinishi va ularning ish o'rinlarining kafolatlanganligi, yuqori sifat va albatta samaradorlikning yuqoriligi bilan kafolatlangan ta'lim dasturida talabalar, o'quvchilar o'qishi kerak va bu o'qish ularga xalqaro tajriba, bilim, malaka va ko'nikmani mustahkamlaydi deb ishonaman. So to ensure that the experience in Tashkent is the same as the experience in Geneva, as the same experience in St. Louis. The reason why it's so important is that the degree a student gets is exactly the same. So it doesn't say when you get your degree or diploma, it doesn't say Webster University Tashkent, it just says Webster University. And that's true of whether you come from Vienna, Leiden, Athens, Geneva, Georgia, wherever. The way we manage that is we work on something called a same instance policy. Where we teach a subject, we make sure the same curriculum, the same assessment, and the same standards for teaching. So one of the things that we do is we employ rigorously. So there's a very, very rigorous interview process and assessment progress of the teaching capacity. If it's a local teacher, we do the same for international teachers. It's a little different with international teachers because they come from a teaching background which is similar. We run a mixture of about 40% international faculty and 60% local faculty. Most of the local faculty will have either studied or taught overseas before as well. So that's one of the things that makes a difference. We also put a lot of effort into training our faculty. We put them through an online onboarding process, but we're also developing a teaching certificate to make sure that they have all of the necessary qualifications. And the other thing is we manage this process very carefully. We're constantly assessing the quality of the teaching through teaching observations, through assessment, through curriculum checks and so on. So we're confident that if you do a subject in Samarkand or you do it in Bukhara, it will be the same as the experience in Tashkent. Not only that, not as the same as the experience in Tashkent, but the same as the experience in St. Louis,
or Geneva. Men ota-onalarga tavsiya bermoqchiman. Bolalaringizni o'qiting deymiz. O'qitganda ham aynan xalqaro tajribaga ega bo'lgan va sifatli ta'lim bera oladigan universitetlarda o'qiting. Nima uchun? Chunki ular talabada disiplinani shakllantiradi, ya'ni intizomni shakllantiradi, qat'iyatni shakllantiradi, o'ziga ishonchni shakllantiradi. Talabalarimiz o'z ustida mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi. TESOLda mana shu narsalar juda ham shakllanadi. Bizda mana qolipga kirib qolgan talabalar bo'lsa, ya'ni buyurilgan vazifani bajaradigan va aynan o'qitiladigan narsani o'qish kerak bo'lgan. Bo'ldi. Undan chegaradan chiqmaymiz deydigan talabalar bo'lsa, unda MA-TESOL juda ham yaxshi tajribaga ega bo'lgan, ya'ni talabani mustaqil ko'nikmasini shakllantira oladigan programma. Aziz do'stlar, ko'rsatuvimiz davom etadi. Biz sizlarga eksklyuziv ma'lumot berish uchun ayni vaqtda Yangi Toshkent hududiga keldik. Ushbu hududda Toshkent shahridagi Webster universitetining yangi binosi barpo etilmoqda. Biz sizlarga ushbu ko'rsatuvimiz eksklyuziv bo'lsin deb shu manzilga tashrif buyurdik va bu hududni qanday bo'lishini hozir sizlarga ko'rsatib beramiz. Mana bu orqamizdagi katta territoriyada bunaqasiga 425 metr, bunaqasiga esa 475 metr hududda Toshkent shahridagi Webster universitetining ta'lim dasturlarini amalga oshirish markazi bo'ladi. Va bu yerda xaritada ko'rsanglar bo'ladi. Ushbu manzilda faqatgina Webster universiteti emas, balki to'g'rimizda Yangi O'zbekiston universiteti, bu yoq tomonda esa Nizomiy pedagogika universiteti barpo etilmoqda. Aziz do'stlar, xuddi chet ellarda ko'rganmiz Silikon vodiysini yokida Qatardagi ta'lim shaharchasini, xuddi shu kabi manzil O'zbekistonda ham yaqin yillar ichida tashkil etiladi. Tasavvur qilinglar, biz hozir olayotgan ushbu ko'rsatuvimiz 5 yildan keyin, 10 yildan keyin tarixga aylanadi. Mana atrofimizdagi paxtazorlar, dala joylar O'zbekistonning yangi ajoyib bir maskani bo'ladi. Mana biz hozir ichkariga kiramiz va ichkarida ushbu binoning qurilish arxitektura dizaynlari ham bor. Hozir u yerga borib, alohida sizlarga yana bir ma'lumotlarni beramiz. Ko'rsatuvimizni ko'rishda davom etinglar. Sizlarga bu eksklyuziv ma'lumotlarimizni ham berayotganimiz uchun like bosinglar va bu videoni boshqa Websterliklarga tashlab qo'yinglar. Toshkent shahridagi Webster universitetining ta'lim dasturlarini amalga oshirish markazining katta loyihasini chizmasini oldida turibmiz. Taxminan shu 20 gektarli maydonda ushbu binolar barpo etiladi. Bu orqamizdagi chizma birlamchi chizma. Yillar davomida, qurilish davomida ushbu qurilishga biroz o'zgartirishlar kiritilishi mumkin, lekin asosiy binolar saqlanib qoladi. Meni xursand qilgan jihati, ushbu katta maydonda taxminan 5 gektari yashil bog'dan tashkil topar ekan. Ko'rsak bo'ladi, binolarning dizaynlari ham zamonaviy, shu xorijiy top universitetlarning dizaynlari shaklida. Va men bu rasmni ko'rganimda Amerikadagi Apple kompaniyasi yodimga keldi. Sababi ularning ham kompaniyasini ko'rsanglar bo'ladi, dumaloq shaklda qurilgan va bu ham ajoyib, juda ham chiroyli, o'qishga ajoyib muhit bo'lsa kerak. Ko'rsak bo'ladi, bu yerda 4 ta o'quv binosi, 4 ta yotoqxona va bu yerlarda yopiq sport maydoni, orqasida ochiq sport maydoni, dumaloq, chiroyli shaklda anjumanlar saroyi va bu yerlarda kutubxona va bu yerda bog' tashkil etilar ekan. Shunday aziz do'stlar, biz sizlarga Webster universiteti haqida eksklyuziv ma'lumotlarni berishga harakat qildik. Ushbu ko'rsatuvimiz sizlarga manfaatli bo'ladigan umiddamiz. Universitetda o'qishdan hech qachon charchamanglar, o'z oldingizga qo'ygan maqsad sari dadil qadam tashlanglar.